Assalomu alaykum. Bugun o'pka emboliyasi haqida gaplashamiz. O'pka emboliyasi bu nima? O'pka emboliyasi o'pka arteriyasining tiqilib qolishi. Bu narsa ko'pincha ko'p holatlarda qonning laxtasi, ya'ni qotib qolgan qonning tromb bo'lib, o'sha arteriyaga tiqilib qolishi natijasida yuzaga keladi. Sabablari orasida uzoq vaqt davomida harakatsizlik, ya'ni samolyotda uzoq vaqt uchish, mashinada ko'p vaqt davomida yurish natijasida oyoqda qotib qolgan qon laxtalarning qon tomiri orqali o'pkaga borib tiqilib qolishi va homiladorlikning ayrim bosqichlaridan bo'lishi mumkin. Belgilari nafas qisilishi, ko'krak qafasida og'riq, tez yo'tal va qonli balg'am kuzatiladi. Yurak urishi tezlashadi va qon bosimi pasayib ketadi. Tekshiruvda esa zudlik bilan, bu juda ham shoshilinch holat hisoblanadi. Kompyuter tomografiyasida qon tomirlarining holati ko'riladi va tromb qayerda joylashganligini aniqlanadi va bundan tashqari EKG tekshiruv orqali yurak holati tekshiriladi. Agar yengilroq darajada bo'ladigan bo'lsa, qon suyultiruvchi dori vositalari bilan bu tromb bartaraf etiladi, lekin og'ir holatlarda esa tromboliz, ya'ni trombni eritib yuborish yoki jarrohlik yo'li bilan o'sha trombni olib tashlash juda ham zarur bo'ladi. Agar bu narsani o'z vaqtida davolanmasa, o'pka infarkt, ya'ni o'pkaning o'sha tiqilgan qismidagi qon o'tmasi natijasida chirib qolishi va o'lim xavfi juda yuqori hisoblanadi. Profilaktika uchun uzoq vaqt safarga chiqqanda yoki samolyotda uchganda har 1 soat yoki 2 soatda harakatlanib turish tavsiya etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni kanalimda biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.